Bana kısılsız bile olacak gideyim. Öyle olmayısın da bırak olacak git bırak. Asılım jaynağın jasıl bağım, Kul жалған oynatsa jasındarın. Nakşını pek teyzeydirke bu roman açaş. Pek yaxşı gördüm. Tas kalıp nasıl işimiz çıkıp valsa yine getirdim yerde. Bu nakşını ben bir ömür ittim. Kipinekle pervane, gül içilgan bağlada. Bir çoğuna bir kişi gibi ne oldu ki? Ama ikimiz çoğun ötke adamlar yaş 6 aylı bəxlilimiz biz. Ben çoğun içmemez. Sizden olsunuz. Hazır akaldığım ilişkimizden məsləhət şarkılıq şu. Bağlap dəvirgə maslaşıb mangığınız bolsa, Fənşin Mədəniyyət Tarixi Şəkli şirkəti sizdən ən yaxşı tanışınız bulalaydı. Mağa yarığıdək buq tapanmısınız? Toryatorlar. Hergiz mi o sizni izlep kelmeydi. Siz özünüzde sınap bakkanı geldiniz mi? Bizni sınap bakkanı geldiniz Ana usulunuz, müzika qarğanda usulunuz oddiy bo'lib va muzika bilan toza jug'urilib kelmay, sal sizni qiynab qo'yibdi. Ekran aldırki qadirli görmələr, suyumlik tordaşlar, şundaqla öz arzusu üçün tinimsiz iziniyatqan iradalik yaşlar. Körüatqınıqlar Nazım qız tajdarlıqıdaki tordaşlar çoğun səhnis proqramısı. Güzellikni suyuduğan, güzellikni ildirildiğen barlıq dostlarımızdan aldığın talışı yanıla Nazım qız yürüşlük qırım boyumları. Tordaşlar çoğun səhnis proqramımız həmimizдің səhnisi. Mən Ramila. Kişiler meni Səhra Bülbülü dep çaqırışıdı. Kiçikimdən başlap etiz eriq boylarında çoğlarının moңlıq naqşılarını anlap çoğ bulğaçqa, kağrı ketken yezilar mağa şundaq yaqınlıq bilinidi. Çoğlardan anlap öğrenip alğan şu naqşılarını mana hazırgacha etip kelip atıman. Qısqı film və bevasitə görsətiş moda bolğandan keyin mən Xozandək bir yaxşı səhnədə naqşı etdim. Yolduşumның və şundaqla ata-analarımның qollab mədəd berişi bilan bütün gün bevasitə görsətiş qıldığan şəraitqə yetəldim dep qarayman. Mən bu səhnə arqılıq ustazlardan kəsbi sistemalik bilim ilish fursatiga erishishni umid qilaman. Tordaşlar çoğ səhnəsi hammamizning səhnəsi. Halavetin cepani köpkürdu turmuşta. İradesi gelmez, yaxşı turmuş kuruşta. Behmahir hatta ki yar kümleni uftaşqa. Yar sadık hemre boluğa derle aban. O bir de turmuşqa hoşallıqni şadlıqni. O ataydı hayatqa güzellikni paxlıqni. Özü safsiz bolsunuz talavutlar saxlıqni hayatdan güldüzün.
Siz qani salvingizni anglaylik. Salam ustozlar, men G'uljanahiya Turpay ziyasidan kelgan Mahir Ramila Kamoldan hammanglarga o'tliq salom, oliy ehtiromlar bo'lsin. Sizlarni ko'nglimdan intayin xushalman, shunchalik hayajonlanib ketib borman, chunki mushunda naqsh etib mening tunji qitim mushtaq sahnada shundaqla mushtaq ustozlar bilan tunji qitim yuz ko'rishim, tunji qitim mushtaq naqsh etishim. Birinchi orzuyimga yetib oldim. Boshqasi. Birinchi orzuyingiz shuka, ikkinchi orzuyingiz-chu? İkinci arzuyum aşmışı. Bundan da keyinki işlerimdi. Tanlanamandım. Dilşatkam to'sh ketdi deb o'tirdi, qanday qilaman deyman. Yana bir qiyin savolga duchor bo'ldik-da biz. Ağalladı bor. Yo'q, mushta uddul to'g'rini pul turyapman. Uddulma. Uddul mang'unba. Men to'lqin qatnam. Chunki mush mang'uchu. Hozir bundaroq kelsangiz texnik udul kelgan bo'lsiz. Bilasizlar. Mana Dilshatka sizga udul-mudul kelman deb o'rin olmashdi. Qopig'ingizni turmang Dilshatka. Sizga qarab turyapman. Men bir kun burun xabar qildi, qarang Dilshatka bo'lmasin, sizga aytgan rahmuqamdan aytgan batdi mening. Sizdek vaqirab turib hozir. Undan hozir shuni, Ariya anglaylik. Rakni siz men ko'rib qoldim. Qanday bir aytib baqamdoq Ramila? Bir misrami? Bir misra. Ustoz ko'rmagan shunday bo'lsa mayli, Bir qo'qit yutamiz ne ya? Satanım tarigen canrışsıydım tarışıyım alsam onun kinalısıydım binavani Kasbingiz ne? O'zim oilada. Odatda shu Xovzanda men jubo qilyapman, bir yarim yil bo'ldi. Xovzan jubo. Xovzanda jubo shu naqshitini asosiyatimiz xalq kuylarini aytyapman. Shu chiqqandan keyin butun xalq qo'llovchilar meni shunchalik madadlarni berib, boshda chiqishimga sababchi bo'lgan dadam. Esimni bilsam, mana ishga kichik faoliyatlarga qatnashtirib turadi. Keyin turmush bo'lgandan shu uylarda bo'lib kelib, bu kasbni tashlayotgan boshlig'ini 2 yil bo'ldi. Unda bo'lsa, sizning birinchi ustozingizmi shu? İkinci ustazınızmı şu? Üçüncü ustazınızmı şu desek bulamdı? Şu. Şu Xovzanda tonildim bunday aytganda. Şu Xovzanda tonilib, Xovzanda nurg'un ustozlar kirgan bo'lib, men baholar bergan bo'ldi, lekin mening kichigimdan endi shunchalik ishtiyoqim bo'lg'achqimi, lekin men ustozni ko'rib baxmadim, unda o'qish fursatim bo'lmadi. Esil ustozingiz bor dedingiz, Dadamning madadlari bilan shundaqla yo'ldoshimning qo'llashi bilan, mush xalqimning esil madadlari bilan shuningdan mush Xovzanniki shunday yaxshi fursatlarni berishi bilan shunday yaxshi sahnada birinchi qadamimni boshladim. Ajab yaxshi. Unda bo'lsa, yanala o'zingizda bor bo'lgan shu talantni to'r orqali texmi ko'p do'stlarimizga yetkazibsiz, tunilibsiz desak bo'ldi. Xovzanda bu Ramilaniki pintozlari bekchi qarqitim jubo qanchada kirdigan do'stlarimizning sonimi bekchi qar. Sahra bulbuli deb chiqadi ismi odatda. Ramila desam ancha to'n ketmaydi. Sahra bulbuli deb toniydi. Nim bo'lmadi? Sahra bulbuli. Sahra bulbuli. Bulbul. Bulbul, rost bulbulga. Sahra bulbuli. Undan sizning iqtisodiy kirmangiz ham shu jibodan kelyapti, shundaqmi? Ajab yaxshi. Kunda ochsiz muqim. Qani bizning bağlıqçı ustozlarimiz ishlatgan bir qarvatdiki men qilib qo'qatim ama qarishdim men bir xil. San qarang Dilshatkan. Gülsen qarab men qildim. Hozir masala sizda qo'qotim bor. Sizning naqshingiz sizdek ovozimni ashta kuchaytdim bor mening. Meni ovozimni ashta sizdek kuchaytdim bor. Men naqshi jihatdan qattiq. Nima yo'q, nazariya yo'qchu. Sizning ovozingizni kelsak, ovozingiz rasman shu muzdozning bigizdagi inchik chiqadiki yuqoriga. Sizning ovozingiz ham mandaq aytgan chaqda tabiiy ovoz deymiz. Sal kasbiyroq bo'lamiz desak, uni azroq o'rganish kerak-ku. Tiniqni, bu ovozning o'rnini, ovozning gapni rostdan sal yopiloqga. Uni sal duglik qilib, uni sal to'qroq qilib, bo'mroq qilish uchun bir mezgil ketida o'rganishingiz kerak.
nefes ilişni, ovozini ichish, andan keyin sada asıl qilish, bosh, ko'krak, bo'yin mushaqlarda sada asıl qilish, mushtaq ishlar naqshi o'rganishdi bo'ladi bu ish keyin. Sizda bilgina. O'rgansangiz gap yo'q, men o'rgataman, uni gap yo'q. O'rganamiz. Hozirgi masala 3 Yo'q, masala yo'q qilib men uddimmi ketaman. Hozirgi masala qarang, o'rganish keyinki. Men nashadim deb bo'lgan. Men uddim dishakam ketib qolmayman deb. Olmasam karim yo'q deb. Qo'qatmagan. Siqilib men uddim mushta turyapman, medirmaylar. Tushmayman bo'lmasa men olmasangiz. Birda turib Qolmisingizlar dedi qo'y. Yo'q. Birda turib ketamanman. Qolmasam men tushmayman. Mana qilsangiz sizlar qo'lga ketaymi? Men bo'lmay sizlar biroq qo'lga ketib biroq. Mayli bizning oilamiz sanatkor sanat so'yar. Biz o'yin shu. Shu bo'yicha ishimiz tasdiqqa o'ynaymiz. Bu qiz naqshlarmi? Choq-choqchiga ko'rdim. Rosa inkas shunda teza. Boshqa ustozlarningmi bahasini bir anglab boqaylik-a. Xush kelibsiz Ramila. Xush keldim, rahmat ana. Oldi bilan sizning naqshingizdan, sahnadagi turqingizdan huzurlandik. Bek huzurlandik. Rost ovozingizningki yingsi bek chiroyliga. Qolganligi kasbiy jihatga alayliklarni Dilshatkam dedi. Oldi bilan bek huzurlandik. Andan keyin mening eng huzurlanganim shunda biralqi samimiy aş özününki, şu sahneyi çıqqandaki xoşallıqını, muş Dilshatkamga bir şagird ba, bo'g'isi bani, deliqi, qizg'inliqchi. Şunun qaraganda bek samimiy. Bundan keyin davomli texim mushtaq qozanda bo'lsin, chupoda bo'lsin, do'yinda bo'lsin, texim mushtaq ortiqchilikni joriy qildirib, keng xalqimizga shunday bir estetik zo'q ato qilishingizni umid qilaman. Davomlashtiring. Rahmat ana. Rahmat. Bek yaxshi ko'rdik chuma naqshingiz. Men naqshni aytgan teyla o'ylab ketdim. Dilshatkamda beshi yer tushdi deb. Sulchilarni silosizlar. Naqshlarni biz ikkimiz bo'ldi, to'ydik biz. Ham ketamiz. Sizlar saqlab dim qilsizlar. Maslahat qilasizlar. Bu Ondanroq maslahat qilinglar, endi oldidan birani. Bu qizni Olvasak texi ha, hozir ha. endi bizni Rost bilan bishi g'am tushdi. Rosa g'am tushdi. qarang, bizni do'kon quruq. Sizlarning ozchilik qo'linglarni bir ashtalda meninglar va. Bu qiz ketqamison. Bu qizni endi men o'chirsa, agar bir tal sabog'imiz yeb qoldim. To'sh ketdimi? To'sh ketdi. Yo'q, qaram yo'q, to'sh ketsin. Hay. Yig'layman lekin. Dilshatka, yig'layman. Yig'layman. Leklar Tushmayman. Ya tayyorlanib bo'ldingiz yig'layman. Qari yo'q-ku, to'shib kelsin, qari Qaram yo'q, yo'q-ku. to'sh ketsinmi? Ya to'xtang, sizning qaringiz bo'lsin. Qarınız var, Cihanxonning, Mungxonning var. Sen mutablik qilmoq to'xtab turganmiz. Men biz g'imimiz deyotgandik. Manga amal qatil yo'q. Biz ikki ba'zi paranglashib o'tadik. Bundan burungi mayirlarimizdan ularni tanlagan biz. Ular mahorat ko'rsatgan, agar layoqasiz bo'lsa, ularni tushirishdik. Ular mushtabda uyga berib, voy men o'tdim deb xo'sh, ayta atallarga deb shuna turadi. Ularni qoldirib yetkazsak, uni beshig'ida muzdek suvni to'kkandek bo'ladi. Hadi bo'lmasa almashtirmaymi bo'lmaydi. Favqulodda yaxshi mayli chiqsa. Endi men qiz xalq naqshini aytayotganda birsiz bor. Endi men qolgan bizning 4 guruh bor ekamiz. Bir guruh mening hozir to'shdi. 3 guruhning qaysi qarsangiz, masalan, shu ustozlarning birasi. Yani qasa o'xshash. Mening guruhimni qilamiz, men guruhim ta'limni men beraveraman, gaplar. To'g'ri, ha. Ta'limni men beraveraman, men undan dars olaverasiz. Kelay qatimliq mushu sahnaga chiqishning bir yo'li yo'q. Endi bunda Ramila qarang. Hozir Dilshatkam dedi, sen to'shib ketdi. Endi boshqa guruhlarning birdan mayir ola oladigan huquqi bor. Lekin yana bir ehtimollik bor. Siz ham Dilshatkamni tanlasam, sen yo'qkan deb boshqa guruhni tanlasangiz, boshqa guruhning sizni tanlamamdi. Bumi bir masala. Endi hozir Ramilaning haqiqatan ham rost qobiliyati bor ekan, ovozimi bak yaxshi ekan. Agar sen bo'lgan bo'lsa 100% sizni oladi guruhsiga Dilshatkam.
tal uşku kes bulmanda? Bir tal uşkup kesse bulamdı degan bu savolga men rejissyorlar gruppasidan javob izlab baqaymi? Izlab baqing. İzlab baqay. Bizning rejissyorlar gruppasidagilar javob bersin. Endi hozir yana bunda ahvol baqirang Ramila. Hozir sizni ham de rejissyorlar gruppasidan talab qilib biz bir sonni bersin deb tanladi. Tanlagandan keyin ana yana bir naqsh chiqdi. Chiqqandan keyin navoda umu texmi qaltisib kelsa yana bir son talab qildigan shu pas hozir men programmaninki bizning qoidamizga, tartibimizga to'g'ri tushmay qoldigan ish bor. Shunga agar men qizni yaxshi chiqmasmish qizni yo'tkuytimiz. To'g'ri. Shuningga hamda bek bir qiyin tanlashga duch keldingiz. Ramila, qani hozirgi hissiyotingizni anglay amdi. Xuddim shu. Dilshatkam Toshkentda dedi shu birsi uşku kesishni bo'lmasa qarab turyaptiman. Uni men belgilamayman, ammo Gulshan rejissyorlar gruppasidan bir iltimos qilib, ular bilan bir maslahatlashmoqchi bo'ldim. Maslahatlashmoqaymi unda bo'lsa? Ha. Men mu Andriya Sachi boshqurg'uchi bo'lganim bilan mening ustimdimi rahbarlar, rahbariy kadrlar bor. Shulardan so'ramsam bo'lmaydi. Men bir so'rab baqay. Men hozir rejissyorlar gruppasidagi xizmatdoshlarim bilan paranglashib keldim. Biz mundaq bir qarorni chiqardik. Ramiladan keyin, ya'ni maxsus naqsh mahorati bilan sahnaga chiqadigan ikki mayirimiz bor ekan. Bu ikki mayirimiz bu naqsh o'rinlab bo'lgandan keyin bu uchaylandan birini tanlaydigan fursatni biz Dilshatkamning gruppasiga bermoqchi bo'ldik. Endi hozir yana umid bor degan gap. Shuning uchun keyingi ikki mayirimizning ifodasini ko'raylik. Bo'lamdi, Ramila? Maqula. Rozi bo'ldingizmi? Rozi bo'ldim. Shundoq bir taraf qilaylik. Sizning bu to'g'ri tushunishingizni umid qilamiz. Endi to'g'ri, sizning orzuyingiz bor, lekin programmaningmi o'zga tushliq qoidasi bo'ladi, tartibi bo'ldi. Biz hamda programmamiz boshlanishdan burunlan biz hamda ko'rmanlar bilan, to'rdoshlar bilan bu haqda paranglashib bo'lgan, o'rtoqlashib bo'lgan. Hamda o'zgartirversakmi, nimda bir tikish yo'q bu haqning debmi qoladi-chu. Shuning uchun to'g'ri tushunishingizni umid qilamiz. Shunday qilaylikmi? Ma'qul. Rahmat, sizning bu to'g'ri tushunganingizga rahmat Ramila. Sal turib ko'rishimiz hamsa. Ma'qul. Rahmat sizlarga. Sizga rahmat. Mana ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, to'rdoshlar, Nazim qiz to'rdoshlar cho'ng sahnasi programmamizning mohirlari bir-birdan qolib qolganligi uchun ustozlarimiz qiyin savollarga duchor kelyotdi. Lekin qiyin savollarga duchor kasmi mayli, mahirlarning qaltisligidan suyundik, to'rdoshlarımızning esilligidan suyundik. Yoshlarimizning kelgusining noiti parlaq bo'lganligidan yana bir qatam ishonchga to'ldik. Keyingi mayrimiz marhamat. Bir ish. Men hozir dal mush usulda yashayapman. Hayotimdagi go'zal aslimlarimning ko'pinchisi naqsh muzikaga bog'langan. Uzundan beri Xovzanda naqsh aytib, to'rdosh do'stlarga ozroq bo'lsa-mu xushallik berib keldim. Meni hammadan xushallik qildig'imni qarindoshlarim meni shundoq qo'llaydi. Buningdan o'zimni to'liq ta'laylik his qilaman. Ham bu men uchun eng zo'r madad. Men bu sahnada o'zimni eng yaxshi holatimni namoyon qilsam, texmo ko'p to'rdoshlarga naqshamni anglatsam degan umiddaman. To'rdoshlar cho'ng sahnasi hammamizning sahnasi.
Asılım жайнаған жасыл бағым, бұл жалған ойнаса жасындарың. Мен сенің әрдайым қасыңдамын, жаным жарығым. Түссекте тағдырдың табынамын, аяулым түспесін жаныңа мұң. Жанымда сен болсаң жадырап күн, шаттыққа бөленер шаңырағым. Асылым жайнаған жасыл бағым, бұл жалған ойнаса жасындарың. Мен сенің әрдайым қасыңдамын, жаным жарығым. Sen barda жарқырып жан сарайым, өзгеше ғұмырды аңсамаймын. Бақыттың таңдарын аңсап күткен, кел жаным өзіңмен қарсы алайын. Асылым жайнаған жасыл бағым, бұл жалған ойнаса жасындарың. Мен сенің әрдайым қасыңдамын, жаным жарығым. Асылым жайнаған жасыл бағым, бұл жалған ойнаса жасындарың. Мен сенің әрдайым қасыңдамын, жаным жарығым. Сіз қарсы алыңыз. Рахмет. Мен Санжы облысы Құтыбай ауданы Таспасбалдағы ауылдығынан Тұрсынғыл Құсман қызы боламын. Өзім Тарбағатай Шиху қаласында туылғам. Отбасын құру байланысымен сол Құтыбай Таспасбалдағы ауылдығына келін болып келгем. Атам мен енемнің қолында тұрамын. Азыршы өйді хаузанды чыбоқ қылымы. Şoň bir ýat köýgende kılınma. Siz bu nakşyny bäk ýaxşy etdiňiz jumu. Programmamyz gatnaşyp nimläni es kıldınız, onundan başga baýa köýdüňiz. Tanlaşlar şunda jiddi, keskin elip berilip atdy. Menemde kesbi bilim almagan, gawrunlan bitirgen anan eken toýkup gelip, muşu Qutbi Taşbalanpay ýezisinde. Biz Kazaklarda en kenji oğlunun kolunda atanız turdu. Şu kıynatam ba 80'ge yakın kep kalgan. Şılar bilen bile durma. Yemdigen süýümlük. Birak birinci olap şu kıynapamga rahmet etmem. Bek kollaydı. Öýüniň işlerini kıp bolgandan keyin balam nakşaňyny et dep bäze wagtyda kıynapam çayma kep berdi balam. Nakş etip atam sen sudyňmy dep. Şunda kollap koydu. Kollaydı. Amdi Ustazlarning bahasını anlap bakaylı. Nakşını bek peyiz etdik bu Umar Acaş. Bek yaxşı gördüm. Tasqalık nasırışkımız düşüp balsayına ketkilim yerde. Dasçımal ekin. Ben şundaq bek huzurlandım. Şundaq kiygen kiyimiden tatip sahnedeki kıyafeti bek yenik uçqandek, uçup atqandek, hiç qandaq qiyinliş yok. Bek rahat etdi. Özü rahat etqandı. Biz miyademmimiz aldığımızdan vals oynağımız kep ketdi. Keynimiz nurgun şirin xiyallarını sürüp ketdik oturup. Havzanda etipsiz. Davamlıq muştaq doyun. Havzanlarda, muşundaq pinktayllarda sizni körüp duruşunu ümit qilime. Құтты болсын. Жақсы орындадыңыз енді. Ана артына түгеттің кезі бар ғой, көтірік апаспен шығаратын жеріне, оны біраз бос айтып қойдыңыз. Сол дірілді кетмейді. Бірақ күшті, даусыңызды күшті шығарсаңыз, содан мәселе жоқ, сонда мүмкін жақсы шығатын. Кәсіптік білім алмағаннан кейін тынысым жетпей қалды. Тынықым етмей қалды, ақырғы келген, шарша кетті. Сол ол кез неге онда шықпайды дегенде, сол тынықта мәселе бар де. Кәсіби білім алмаған біраз кәсіби үйренсеңіз, соған тынықты чоңқыр алғаннан кейін жақсы шығады.
Құтты болсын, әнді жақсы орындадыңыз енді. Мен не деймін, бабаға қыз, Гүлшан қыз айтып отыр, мен қолымда сан жоқ қазір. Мына басқа бір үш группадағы мұғалімдерге қарасам, мынадарды бәрі артында тағы битшілер, эпизодтың әншілер бар деп өтті. Қалған осы Gülşen özü özünüz orlaştırgan mı? Ben bir hal qilay bu murakkab diloni ham. Sizmi o'xshashla Dilshod ustozning gruppasini tanlamsiz? Shundaqmi yoki sizning tanlashingizda o'zgarish bormi? Anlay. Asıl sol kasbiy mahorat o'rganish uchun hamda Dilshod muallimdan o'rganay deb o'ylagan hamda xasiyat muallimmi menga ders beralaydi deb o'ylayman, yaxshi yo'l ko'rsatdi deb naqshchatni. Unda siz hozir qaroringizni anglay. Kasbiy jihatdan o'rganish uchun Dilshod muallimni tanlayman. Albatta Dilshod muallimmi boya sizga shunday yuqori baholarni berdi, lavhaymi e'tirof qildi shundaqmi? Endi boya shu deganimiz bo'yicha sizdan keyin yana bir naqshavazkari sahnaga chiqdi, naqshchi do'stimiz. Endi shu do'stimizning naqshidan keyin uchunglar tang sahnaga chiqib, uchunglardan biringlarni tanlaydi. Bo'lamdi? Bo'ldi. Rahmat. Unda siz sal turib natijalaringizning yaxshi bo'lishini umid qilamiz. Rahmat. Keng davrga moslashib mang'ingiz bo'lsa, Fanshin madaniyat tarqitish shakli sherikti sizning eng yaxshi tanlashingiz bo'la oladi. Men Rayhongul. Men bir xalq o'qituvchisi. Bu katta sahna orqali sizlar bilan yuz ko'rishganimdan intayin xushalman. Men kunduzi umoq o'quvchilarimga dars o'taman. Ishdan tushganda bo'lsa, havzanda bevosita ko'ritish qilib, naqsha aytaman. Bundaq bo'lganda, charchashlarimni tugatish bilan birga turdosh do'stlarga xushallik elib kelalaydi ekanman. Yana texi o'quvchilarimning mening naqshamni anglab xushal kulganini ko'rsam, o'zimni illiq baxt tuyg'usiga cho'milib ketaman. Bu to'liq go'zal bir tuyg'u. Men bu sahna orqali naqshida peshqadam ustozlardan ta'lim olsam degan umiddaman. To'rdoshlar cho'ng sahnasi hammamizning sahnasi. Sana bir gibi
ustozlar, töhbkarlar, hammanglarga Aqsu qizi Rayhonguldan o'tliq salom, oliy ehtirom. O'zim bo'lsam bir matematika o'qituvchisi, ammo san'atga bo'lgan o'tda qizg'inlik, o'tdak ishtiyoq meni mana bu shundoq cho'ng sahnalarga boshlab akyapti. Hatto mana bu ishtiyoqning turtkisida shu Xavzan Pingtay bilan tanishib, shu Xavzan Pingtayda o'zimning san'atdagi aloyligimni namoyon qildim. Hozirmi xizmatdan shundoq charchayman, oildimi, bolalarim bor, charchayman. Lekin bir ikki naqshlarni shu ko'rurmanlarning huzuriga shu bevosita tarqatish orqali sunib olsam, o'zim shunchalik hardug'im chiqadi, shunchalik xush bo'lib ketaman. Bizning hamda ustozlarimizningki bir baholarini anglab baqaylik. Rayhongul, xush kelibsiz sahnamizga. Ben hoş bulduk. Şahsen ben bek huzur aldım naqshingizdan. Bir rahatlikka Hadık çıqqandek bo'lib qoldim. Bundan keyingi o'qituvchilik hayotingizga texim zo'r utuqlar tilayman. Rahmat, molim rahmat. Sizga shunda amroq bo'lib qoldim. Naqshingizdan huzur oldim. Texim tirishing, naqshi san'atidagi o'zingizning ishtiyoqi bilan shuna yaxshi ko'rganmi shu. İşten sırtqı shu alaylingiz, talantingizni joriy qildirishda izchil oldi qarab meningizga tilakdoshman. İşleriniz yaxshi bo'lsin, so'yindiq, kasbingiz texim utuqliq bo'lsin. Naqshlarni aytavering bo'lsin. Birga birini qo'shimiz oshki bu. Rosa. Bak bolalar uchun bir yaxshi deb o'yladim men. Rahmat. Endi halqılıq paytga keldik. Oldingi ikki mayirimiz Dilshod Ma'lumni tanlagan. Dilshod Ma'lum faqat endi birla mayirni tanlash huquqi bor. Endi hozir siz kelgan chaqda Rayhongul. Ammo hozir siz Dilshod Ma'lumni balkim tanlashingiz mumkin. Tanlagandan keyin Dilshod Ma'lum sizni tanlamdi, tanlamamdi men uqmayman. Agarda tanlamay qolsa, bevosita oldingi ikki mayirdan birini tanlab Dilshod Ma'lumning gruppasiga qabul qilingan bo'ladi. Tushunish bo'ldi ya. Dilshodga naqshini qanday etdi Rayhongul? Çıkapsiz Rayhongul. Endi bayatni o'rlagan naqshingiz omirg'im ko'ngli shodi. Bu naqshni men bir umr etdim. Kipinekle pervane gül içilgan bağlada deb küçük balalarning başlangıç mekteplerinin balalarının tikisini yizip kipinekle pervane gül içilgan bağlada deb radyoda küçük balalar ittim. Ben küçük vaxtlarımda ittim bu naqshni. Dadam üyüttü. Bu naqshning yizligini hazır 50-60-70 yıl qolgan naqshi bu. Tankash muzikasi shundoq yaxshi ishlanibdi. Buni hozirgi shu tushga mayli qilib, pauzani burun dang 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 olmay bir xil payzoq skripkalar bilan shunday yaxshi ishlabdi. Ammo qarasam buning kuyini siz tushaganda qilib tursiz, a? Shundaqmi? Kuyini tushaganda, shu ovoz bek charchash. Ha. Aslidagi buning kuyi cho'qim bir ikki ovoz yo'qri. Sizning ovozingizga tuvanki qilib turib turasizdi. Omirg'im degan chiqmadi. Kelajilgan baqlarda. O'zim his qildim. Keyingi biroq ovoz gap turasiz chiqmadi. Siz buni qandalarcha mutaq tushirib oldingiz, tushirib aytib boqmadingizmi? Ovozingizga tushmaganligini shuni. Yo'q, aytib boqdim, endi bakchiq aytib yutay desam, o'zim qo'rqdimcha sahnaga chiqiblar yana o'sha tutulib qolamki. Endi umumimizga ketgan chaqda naqshni yaxshi, mukammal yaxshi egallabsiz. Egallagan bilan naqshning kuyini, tankash muzikasini kompyuter orqali bir ikki kuy tushirayotgandan keyin ovozingizga mos kelmay qoldi. Bundan keyin ham tirishing. Bizning gruppada, shu beshkimizning gruppasida sonning ishlatib bo'lganligimiz uchun sizdan boshqa oldingizdan ikki naqsh mayiri misol kelgan. Ularni o'zlarining naqshlarini o'rlab tushib ketdi, shunaqa yaxshi. Endi shu uchunlardan shu rejissyorlar gruppasining bizga tahlibi bo'yicha bir mayirni kelaqatimliq o'tadiganqa tanlamoqchi. Shuni hozir bekitsak bo'lamda? Bo'ladi. Shundaq bu sizmi o'xshash Dilshod ustozni tanlaysiz, to'g'ri-ku Rayhongul? Unda bo'lsa, oldingi ikki mayirimizni taklif qilamiz. Ha, taklif qilaylik. Sahnamizga marhamat. Ani bani terkin sani axir maqir pamadur. Ke qut oqloq bo'yaqet. Tümlük mahirlerim şunların şu beşikimizin gruppasını tanlaganlarga
Köp rahmet. Şirinlarning maharatini bayatın köydük. Hammalar şundaq yaxshi jari qildinglar rolinglarni. Mening gruppamda xalq naqshi va rapchi va ondan keyin mission etig'ini va andan keyin flamingo gitarada tankashmada konson naqshi va andan boshqa yana xalq naqshi etib kelibdi. Ranglar bo'lishi kerak. Lohi efendim bilan Sibi efendim ikimizning o'sha maslahatlashishimiz orqali mayırlarını rangdarlaştırış bu bir mesele. Ama diğerlik mi emmanlarına nimi anladın, seviyer anla, mandak ki diğerlik emez. Yaman teskivatı magatını değişmem. Resmi teskivatı. Kandan kulağıma neymiş ki olmuşsun, yeni birinin talısı bol dediğinde olmuşsun doyelle. Bu maydı olmuş, 10 toşuk etti, katı ilişki, bu maydı oldu deseler, silah arkaya otamamdım. Adımına bolduğum bu kaldı. Şu üç yollardan birini talamak. Kan talayım sen de baka. Başınıza usta, sizden. Bir çoğunu bir kişi gibi ne oldu ki? İkimiz çoğun ötki adamlar, yaş 6 aylı bəxlilimiz biz. Belki çoğun çıkmamaz. Sizden usta. Emse, katli kapamacılar. 3 yıllardan kaysınlardan talasam. Sizin dalsam maaş kişi kapımızsın, sizin dalsam iş kişi kapımızsın, sizin dalsam kapımağlar. Müştak buldu ki, ama 3 yıllardan ipakım battı. Ama bu mu da. Azıcık akvaldığımız ikimizden meslede şarkılık. Şu Ramilerni grubuga kelaqatim o'tkazgan. Kirishni qaror qildik. To'qshundoq bu ustoz. Rahmat. Rahmat, Dilshod ustoz, ko'pdan ko'p tashakkur. Men shunchalik hayajonlanib ketib borman shu topda. Nima deyishimni uqmadim chiqib. Rahmat deyishdim, boshqani bilmadim. Tunji qadimim muvofiq olmaydi. Sizlar Havzan Pingtayda tunul bo'ldinglar, to'r cho'lpini bo'p bo'ldinglar. Yanılar mush sahnaga chiqib bir qatim o'zinglarni sinashni bekitib chiqqininglarning o'zlam eng cho'ng natija deb o'ylayman. Oxirida ko'rmanlarimizga deydan yana qanday yurak so'zlaringlar bor, anglasak tamoman bo'ladi. Qani. Tanlash bek yaxshi bo'ldi, tabriklayman. To'g'ri tanlash bo'ldi deb o'ylayman. Mening mush sahnaga kelishimning o'zi cho'ng qalbi desam To'g'ri, rosa cho'ng qalba. Sizga rahmat. Yaxshi ko'radigan ustozlarni ko'rib, artist bo'lolmaydigan qiz. Sizni ko'rib shunda xush bo'ldim. To'g'ri, rahmat Damdi. Rahmat. Rahmat. Boshqalarning natijasidan o'zirinishmi bu bir baxtchu. Mushu baxt tuyg'usiga hammamiz tang cho'mbottimiz a. Rayhongul. Rahmat. Eng oldi bilan Ramilaning tanlanganini muboraklayman, muborak bo'lsin. Meningcha orzuyimiz uchun tirishsak, qanchalik jafolarni cheksak, meningcha arzuydi. Bizni yana kutib turgan sahnalar meningcha texmi nurg'un bo'lishi mumkin. Shu orzuyimiz ustida yana davomli tirishimiz, mening eng xush bo'lganim mana shu bizniki isil ustozlarimiz bilan yuz ko'rishib olganim bo'ldi. Shu ustozlarimga qalbimdagi chiroyli naqshamni anlatib olganim bo'ldi. Rahmat. Mana To'rdaşlar cho'ng sahnasi programmasiga o'xshash o'ziga ishonadigan yoshlarning haqiqiy to'r cho'lponlarining sahnasi. Sizlar yana bir qatim o'zingizlarning natijalaringiz bilan emas, odamiyliginglar bilan, axloqinglar bilan bizni ta'sirlantirdinglar. Rahmat sizlarga. Hammalarga rahmat. Shundaqla keyingi bosqichlarimizda Ramilaning ishbatisining texnik yaxshi bo'lishini umid qilamiz. 3-fasllik programmamizmi davomli suratga ilindi. Shu chaqda tizimlasanglar, sizlar uchun ishigimiz dam uchuq. Rahmat. Qo'l, badan, harakat, nayt chiroyliq, nayt joyida, nayt qilipliq, anandan keyin shunda pokiz keladi, lekin Ben sanqırab sizlerim tutib ketdim-chi, resmi o harekatni qilish men uchun qiyin harakat. Men usulchi emas endi. Uruqlar qilib qo'yibdim, usul o'ynashni deb. To'g'ri. Shuni kirish bilan ketdim.
Her bir tekiskaş hareketi şundaq gap qılayotgandek maslashib keldi-da. Ara zorga qaydasın, armanların qalmasın, xalq biyi osulay, qurbatlarga жалғансın. Taң usul oynap, taң naqş aytib, kort oynap, kun